to'g'ri yo'lda sudralib yursang ham harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar. Hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Parvozlar chempionlar katta bo'lyaptimi? Aka-ukalar, ekrandan uzoqlashmaymiz, xudo xolasa. Bugun juda ham bir qiziqarli video bo'ladi degan umiddaman. Shu telefon qo'ng'iroqlarni qo'yib turgan edik, bir hafta bo'ldi. Jo'jalarimizni ko'rsatmaganimizga bir hafta bo'lib borasa, xudo xolasa hozir jo'jalarimizni tomosha qilamiz. Jo'ja zakaz qilgan aka-ukalarimizni aytadigan gaplarimiz bor, foydali maslahatlarimizni berib o'tamiz. Xudo xolasa bir dam olish uchun bir foydali video bo'ladi degan umiddan o'zim ketdik. Tak, aka-ukalar, endi beradigan narsalaringizni ko'rsating degan aka-ukalar uchun mana sabziga Makka yormasi qo'shiladi. Endi bu yerda mana Makka yorma aralashmasi, Makka jo'xori yorma aralashmasi, ozgina baliq mahsuloti qo'shilgan. Yem juda ham quvvatli. Hozirgi kunda Qo'qon Sherzodbek tanlov qildi aka-ukalar. Hozir ko'rsataman qaysilar tanladi, qaysilar Qo'qonga chiqib ketadi. Videoni ko'rsatmaganimiz ham bir hafta bo'libdi, 6 kun bo'libdi. Videoni aka-ukalar shu ekranni katta qilib ko'rsangiz, kattalashtirib maza qilasiz. Shuning uchun yotiq tarafga tushiraman-da men kamerada. Endi ko'p aka-ukalarimiz televizorda tomosha qiladi. Televizorda tomosha qilsa juda ham bir maza qilib tomosha qiladigan bo'ladi-da. Endi bu yerdan 10 ta jo'ja chiqib ketadigan bo'ldi. 10 ta. Hozir pastda bundan sal oldiroq partiya dan ham 10 ta jo'ja chiqadi pastdan. Hozir pastdagilarni ham ko'rsatib o'taman. Sherzodbekka, Qo'qonga. Bu yerda 10 ta Tyson 10 ta jo'jadan 4 tasi Tysondan, 4 tasi oqqanot, kattalari oqqanotdan Chubatuga naqdon uchi varianti. 4 ta undan 4 ta bundan chiqib ketadi. Yana tekrar aytaman, 4 ta naqdon uchidan mana bedanaparlar, u bordovoy bo'ladi katta bo'lganda. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana. Mana. Katta bo'lsa bordovoy xo'roz bo'ladi mana shu mana. Mana aka-ukalar, raketa qanot konkretni narsalar mana. Xullas ana shundan, shunga o'xshagandan 4 ta Tysonning bolasidan, 4 ta naqdon uchini bolasidan oq qanot, qora oq qanot chiqib ketadi. Endi zelonkadan 2 ta 11 minglikdan 2 ta chiqadi. 11 minglikdan 2 ta. Ana shu bilan 10 ta. Pastdagilardan ham 10 ta bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'taman. Bu pastdagilarni ham ko'rsatamiz hozir. Bu yerdan 10 ta kichik partiyalar chiqib ketadi. Endi bu yerda pastdan 10 ta jo'ja chiqib ketadi. Mana jo'jalarni tomosha qilib olishingiz mumkin. Va katta partiyamiz bo'ladi. Avvalam aytganman, esingizda bo'lsa, endi avvaldan kuzatadigan aka-ukalarimiz biladi. Mana bu katta partiya 10 ta jo'ja, bu o'zimga olib qolaman deyapman. Mana bu kichkina partiyalar hammasi bu yerda 10 tacha bor. Sherzodbekka Qo'qonga chiqib ketadi. Tepadan 10 ta jo'ja, yuqorida aytganimizdek. Mana shular chiqib ketadi-da, bedanapa. Hali bordovoy bo'ladi bular. Bordovoy xo'roz bo'ladi. Xudo xolasa, otasi ham bordovoy-ku. Keyin yana bitta narsa, Rossiyada ishlaydigan Samarqanddan Ozodbek, mana bu makonni tanigan bo'lsangiz, mana tanlagan makonimiz bu. Makon bular orasida bittagina mana shu eng katta partiya mana shu. Makon Tysonning qizi. Mana. Endi xo'roz tanlamadi, endi xudo xolasa
aloqa ochsangiz bitta katta partiyadan bitta xo'roz, bitta mana shu makon shu Ozodbekka Samarqandga chiqib ketish kerak. Siz ham tayyorgarligingizni ko'ring. Xullas kalom bu yerda hozirgi kunda endi tepadan Sherzodbek 10 ta уже tanlov qildi, 4 ta bedanapar, 4 ta oq qanot. Shunda bu yerda 36 ta jo'ja o'tdi, yana 26 ta jo'ja qoladi. Xudo xolasa Baxtiyorjonga Toshkent aloqa chiqasiz. Siz ham shu Xudo xolasa tez kunlarda chiqarib yuboramiz. Qo'qon hozirgi kunda masalan Qo'qon, Toshkent, Samarqandga chiqib ketadi-da. Mana shu bir 10 kunlik hafta ichida mana shu chiqarib yuborishimiz kerak. Endi yana bitta aka-ukalarimiz tomonidan bir ko'p bo'lib turgan savollardan ham bir savollarga ham javob berib o'tamiz. Aka-ukalar bitta ikkita Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizga o'tsangiz bu yerda siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Xo'roz janglarini tomosha qilishingiz mumkin, xo'rozlaringizni reklama qilib sotishingiz mumkin. Kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Silkani ustiga bossangiz Telegramga o'tasiz, a'zo bo'lib qo'ysangiz bu siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Keyin yana bitta narsa aka-ukalar, bu kommentariyalarga har bitta kommentariyaga bir javob berib bitta javob yozish imkoniyati yo'q. Ana shu uchun kommentariya javob bermadi, kommentariyama savolimga javob bermadi deb kommentariya yozmasdan qo'ymang. Kommentariya yozishda davom qilavering. Nimaga deganda men har bitta kommentariyalarni o'qib, shu qaysi nimadan muammo bo'lib turibdi, ana shu muammo haqida video ishlashga harakat qilaman. Hozirgi kunda shu ko'p bo'lib turgan savollardan bu tovuğum tug'mayapti, 1 yil bo'ldi, 1,5 yil bo'ldi, tug'mayapti va kaza ana shu savollar. Endi buni sababi avvalam bu yoshligidan ko'p antibiotik olib qattiq shamollashdi. Bu kam holatlarda kuzatiladi. Qattiq shamollashni boshidan o'tirgan bo'lsa, bu shu mumkin bo'ladi tug'masligi. Endi yana bitta eng ko'p kuzatiladigan narsa parrandani juda ham ko'p semirtirib yuborish. Parrandani juda ham ko'p semirtirib, har xil oqsilli, quvvatli narsalar berib semirtirib yuborish bu tug'ishini tug'maydi. Agar tug'adigan bo'lsam, shu juda ham yomon ahvollarga olib kelib, shu ko'tallari chiqib qolishi mumkin-da. Ana shu uchun ko'p aralashma dorilar bilan, tabiiy vitaminlar bilan boqsak, bu juda ham samarali bo'ladi. Bugun ham bir ikkita shunday savol bo'ldi, faqat aka qiynalib tug'a olmay turibdi. Nimaga? Sababi parranda semirib ketsa, tuxum tug'adigan masalan organlari atrofida, orqa qism tarafida parrandada juda ham ko'p yog' to'planib ketadi. Bu katta parrandalarda 0,5 kilogramdan ham ko'p to'planib ketishi mumkin. Ana shu yog'lar tug'ishina to'sqinlik qiladi. Agar tug'gandan tug'olmasdan ko'tallari chiqib, xullas juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Hey. Cho'qma. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz. Ko'p vitaminlar, makro mikroelementlar bilan boqsak juda ham yaxshi bo'ladi. Aka-ukalar, bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular. Sherzodbek, siz o'chirtdi boshidasiz. Mana bu jo'jalarni chiqarib yubormasak endi juda ham bo'lmaydi. 1 oylik bo'ldi bular kattalari. O'zingiz bilasiz, dogovor shu 1 oylik jo'jaga bo'lgan. Ana shu uchun harakatingizni qilasiz, bularni chiqarib yuborish kerak. Mana keyingi zakaz qilgan aka-ukalarimiz uchun mana o'sha 20 ta jo'jalar chiqdi, yana 10 ta u avvalgi videomda aytganman, bir 10 tacha chiqdi, yana 10 tacha chiqdi. Xullas keyingi zakaz qilgan aka-ukalarimiz uchun tayyorgarliklar bor. Mana shularning uchalari bo'ladi, xudo xolasa. Qancha bugungi hamma aytmoqchi bo'lgan gaplarni aytdik. Akalar, ukalar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Agar parranda boqadigan bo'lsangiz, bu albatta siz uchun kerakli kanal bo'ladi. Nimaga deganda bu kanalda masalan shu parrandachilik bo'yicha shu 40 yillik tajribalarimizni sizlar bilan ulashamiz. Hech nimani yashirmasdan, bizda sekret yo'q, hamma narsa oshkora. Xullas kalom, obuna bo'lib qo'ysangizlar bir
Yani foydasi tegadi degan umiddaman. Aka-ukalar, bir mehnatlarimizni ozgina hurmat qilgan holda bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Akalar, ukalar sog' salomat bo'lasiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.